O'zbekiston Respublikasi Qurilish va Kommunal xo'jaligi vazirligining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning dastlabki 11 oyi mobaynida qurilish me'yorlarini buzish bilan bog'liq qariyb 9000 ta holat aniqlangan. Natijada 4000 dan ortiq obyektning qurilishi to'xtatilgan. So'nggi 3 yil ichida esa taxminan 1500 ta obyekt buzib tashlangan. Siz uyingiz xavfsiz ekanligiga ishonchingiz komilmi? Aslida siz orzu qilgan uy qanaqa bo'lishi kerak? Hech qanday kamchiliklar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Чтобы была комфортная и уютная. Eng muhimi bolalar xavfsizligi. Daraxtlar, suv, tabiat bo'lsa yaxshi-da. Sport va qulaylik bilan bog'liq bo'lsa. Ko'prosdan qilib bersa yaxshi bo'lardi. Aslida yashash uchun uy qanday bo'lishi kerak? Golden Lake bu siz orzu qilgan qulay va xavfsiz maskan. Umumiy holatda 4,4 gektar maydonni tashkil etgan ushbu kompleks o'z ichiga turli xildagi qulayliklarni jamlaydi. Kompleksning 70% qismi yashil hududlardan iborat bo'lib, loyiha uchun professional landshaft kompaniyasi jalb qilingan. Undan tashqari, 1000 dan ortiq avtoturargohlar va kompleksning markazida joylashgan o'ziga xos ko'l hududga sokinlik va tabiat bilan uyg'unlik bag'ishlaydi. Binolar havo erkin aylanishiga mos loyihalashtirilgan. Shuningdek, har xil yoshdagi bolalar uchun maydonchalar tashkil etilgan. Kompleks zamonaviy kirish nazorati va kuzatuv tizimlari bilan jihozlangan. Xavfsizlik biz uchun ustuvor masala. Golden Lake xotirjamlik maskani.